Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong, hurmatli O'zbekiston Respublikasining Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bugun 5 fevral 2-oy 2026-yil soat 08:45. 2020-yili mana shu kafega kirgandik. Nonushta qilgandik, kechki nonushtani kechki soat 20:00 atrofida. Yana bir marta aytaman, 7-noyabr 11-oy 2020-yil. Mana shu video kamera bu yerda bitta bo'lgan, hozir ikkita bo'libdi. Ikkinchisi mana bu joyda turibdi. Mana izi bor, hozir yaqinlatib ko'rsataman. Mana shu joyda kamera bo'lgan, mana izi turibdi mana. Mana shu joyda kamera bo'lgan. Mana shu kamera va mana shu qarab turgan kamera barcha boshlang'ich hujum napadeniyani ham tasvirga tushirgan. Mana shu kafeda ichkarida kirganda o'ng qo'lga kirib, mana shu oynaning tagida o'tirgandik. Mana shu burchakdagi oynaning tagida. Meni va Sanjar degan do'stim, sherigim ikkalamizni mana shu joyda mana aynan mana shu qog'oz turgan joyda urib boshladi. Keyin mana shu joyga o'tib telefon qilaman desam, ichkariga sudrab olib ketib, kamera joyda, ana joyda pepalashdi meni yaxshilab turib. Men kamida 15 ta deb aytyapman, undan ko'p. Yana unaqa talpin ichida 1-2 deb sanab o'tirmayman-ku. Ulgurmaysiz unaqa joyda. Tomog'imni bug'ib, bilagi bilan zahvat qilishdi. Keyin men mana shu tomonga qarab qochdim. Hozir video kamera zapslari ko'paygan. Mana bunaqa stoykalarga qo'yib boshlagan. Oldin mana shu joyda bir katta bir nima bor edi. Nonushta qiladigan joy bor edi. U yer uni olib tashlab hozir styanka bo'libdi mana. Mana shu joydan to'g'ri yugurib metroga qochganman. Uyat erkak kishiga qochish. Lekin nima qilay? Ko'pchilik baribir men bursli bo'lsam, bursli ham kaltagida unaqa talpan ichida. Men qochib keldim. Mana hozir kamera qo'yishgan. Mana kamera qo'yishgan stoykaga. Mana bu joyga ham kamera qo'yishgan mana. Mana kamera qo'yishgan. Bilmadim, o'shandan keyin qo'yishganmi, nima uchundir. Hozir yana boshqa kameralarni ko'rsataman. Video zapsini pauza qilib turaman. Mana shu joygacha hozir 9 ta kamera sanadim. Boyagim aytgan, budka buzilib, choyxona buzilib, styanka qilingan joyda bitta kamera bor edi asli o'sha paytda. Mana hozircha bugungi kunda aytib turayman, hozir 9 ta kamera. Mana bu 10-kamera. Kimsiz bo'tdi? Aka. Eshitaman. Men kimligimni qilsa xalal beryapmanmi? Oke, men eshitishchiman, siz kamera eshitmayapti qo'yasiz. Ish kerak, nima eshitmayapti qo'yasiz? Kechirasiz, ismingiz kim? Sherzod ismi. Murat. Murat. Kamera eshitmayapti. Ismim Murat, tanishganda xursandman. Sababini tushuntiring. Mana shu joyda menga nisbatan hujum bo'lgan, napadeniya bo'lgan. Qayerda? Mana shu joyda. Hop, anapadeniya bo'lsa nimaga? Mashinaga olib qo'yib o'tgan. Nimaga 02 ga bormaysiz? Menga aql o'rgatmang. Menga aql o'rgatmang. Ha. Sog' bo'ling. Sababini ayting. Siz jinoq siz borib kamerani o'sha ko'tartirib, borib ala qilmaysiz shu narsani. Aka, ishimga aralashmang, gap ko'payadi hozir. Qo'ying. Hozir siz mana yerda ko'paytiryapsiz hozir. Просто так hozir mana ozona qilib qo'yapsiz. Podstavить qilib qo'yapsiz. Anaqa zapra. Mana hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Mana fuqarolar qanday hujum qilishadi menga? Qarang, kerak emas joyga aralashadi. Bor, organ xodim faoliyatini menga talab qiladi. Qarang-da, men nima qildim u kishiga hozir? Nima bu maxfiy obyektmidi? Mana hozir kameralar qo'yilgan shu joylarga. Mana hozir kameralar qo'yilgan shu joyga. Tavba qildim. Men bu kishiga nima qildim men o'zi? Odamni shaxsiy hayotga aralashadi. Aytib turibman, menga hujum bo'lgan deb. Mana shu kameralar bor. O'sha paytda mana shu kameralar bo'lgan. Yonda yana bitta kamera bo'lgan mana bu joyda. Mana shu yerda kamera bo'lgan, uni olib tashlashgan. Hozir nerada kamera olamiz? Metroning oldidagi. Pauza qilib turaman. Mana shu yerda kamera bor mana. Mana shu kameralar hammasini syomka qilishgan mana shu kameralar. Mana shu metro narigi tomonda ham bor, hozir ko'rsataman. Mana shu kamera bu yerda bor mana.
Mana shu yerda kameralar bor mana. Endi hozir yana bir kamerani ko'rsataman. Mana bu kamera ham o'sha paytda zaps qilgan edi. O'sha paytda men hamma kamerani ko'rgan, mana shu kamera ham bor edi mana. Mana shu kamera ham bor edi mana. Hozir pauza qilib turay qani. Mana xullas mana shu tomonga borib o'sha kafega kiruvdik. O'sha kafeda bahona izlab bahonaga arziziga sabab bo'lmasdan bekorga bizlarga hujum qilib, bizlarni pulimizni olib, rahmatli onajonimni abdon haqoratlab va qochishim jarayonida telefonim ekrani sinib, men bir zikka ham qilolmadim. Bir zikka ham qilolmagan o'shanda. Mana shu metroga yugurib chopib keldim. Endi o'sha holatni men fuqaro bo'lib, jabrlangan, kaltaklangan fuqaro bo'lib murojaat qilsam, Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasiga o'sha paytdagi boshlig'i, Chilonzor tuman IIB boshlig'i Tillayevga murojaat qilsam va uning tegishli xodimlari Murod Ziyodulla jinoyat qidiruv bo'lim xodimlari hamda uchastkovoy qahramon aka ular murojaatlarim oxir-oqibat men xat xabarsiz, men aralashtirmasdan telefon qilganimda boray desam, yo'q, kelmang deb zapslari bormanda. Xullas bu ishni jinoyat alomati yo'q deb rad qilib 3 yilgacha ushlab, 3 yildan keyin o'sha dalillarni hammasini yo'q qilgan. Qanday qilib video kamerada menga qilgan hujumni ular ko'rmaydi va boshqa kameralarda ularni quvlaganicha, ularni basharalaricha, ularni topolmasligi va men 3-aprel 2025-yili o'sha jinoyat qidiruv bo'lim Murodga telefon qilsam, tergov dedida boshida, keyin surishtiryapmiz, izlayapmiz deb telefonda shikoyat qilganim aytsam, rahmat deb o'chirib qo'ydi. Endi o'ylab ko'ring. Mana bu haqiqatga nimaga hamma ko'z yumadi? Hatto Prezident virtual qabulxonasi va Prezident administratsiyasi boshlig'i hamda tegishli joylar bunga hammasiga ko'z yumib kelyapti hatto. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ham, tegishli xodimi ham buni hammasiga ko'z yumib kelyapti. Xullas bu haqiqatni hammasi ko'z yumib, bu yerda bir gap bor, yo ular o'sha odamlarni menga yo'llagan, yoki ular tanish bilish qilgan, yoki poraxo'rlik qilgan. Muhimi besabab bunaqa jiddiy ish yopilmaydi. Barcha dalillar turganda, video kamera zapsi. O'sha paytda asosiy ikkita video kamerada menga qilgan hujumlari bor edi. Sherik mikalamizga qilgan qitmirlik hujumlari. Avval qitmirlik qildi sherigimga, keyin o'rtasiga tushsa meni urdi. Endi bo'lsa bu barcha shu haqiqatni ko'z yumib bular. Endi bo'lsa haligacha menga javob qattiq etyapti. 12 ta video kamera zapsi 17 ta bo'lgan. Ular 12 ta deyapti. Mayli 12 ta bo'lsin, mayli 9 ta bo'lsin. Lekin eng qizig'i, ikkita video kamerada oshxonada hech qanaqa janjalsiz chiqib kelganimizda ular hujum qilgan o'sha ikkita video kamera zapsida bor-ku hammasi. Zapslarim hali eshitganda guvohi bo'lasiz. Bu hammasi o'sha kuni 6-noyabr 11-oy 2020-yil bo'lgan. Ertasi kuni 7-noyabr 2020-yili men Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasiga 24 soatdan kechiktirmasdan ariza berganman. Zudlik bilan ekspertiza qilishni so'rab, ekspertiza ham o'z vaqtida qilinmagan, kechiktirilgan. Через Chilonzor tuman prokuraturasi orqali qo'ng'iroq qildirib oldirganman. U ekspertiza qilish uchun chiqarilgan qarorni sanasi atayiga yozilmagan. Umuman hammasini men tushuntirib beradigan asoslarim bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bugun 19-mart 3-oy 2026-yil. Soat hozir 11:50. Ushbu adolatsiz holat shunday tus oldiki, video zapsim boshida sanani noto'g'ri aytibman, 7-noyabr 2020-yil deb, 6-noyabr 2020-yili kechki soat 20:00larda bo'lgan bu voqea Almazor metrosining oldida shunday hujum bo'lgan. To'satdan ikki o'rtada sherigimni meni urib, pullarini olib, meni rahmatli oyimni so'kib, hamda men qochish jarayonida telefonim ekran sinib, xullas muammolarga giriftor bo'ldim. Bizga notanish odamlar tomonidan ularni tegishli o'rin xodimlari o'sha Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasi o'sha paytdagi Tillayev
boshlig'i, keyin bu ishlarni olib ko'rib ijrochi sifatida olib ko'rib boshlagan jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Murod mayor hamda Ziyodulla hamda Qahramon akalar hammaliklari bu ishni ortga tashlab cho'zib, xullas kalam bu ishni yig'ilgan dalillarni hammasini yo'qqa chiqargan. Menga hech qanaqa xat xabar bermasdan, garchi o'sha video kamera zapslarida ular meni qanchalik urib, kimlar hujum boshlagani hammasi turgan bo'lsa-da, o'sha zapslarni ko'rib turib bular hammasini shunday yopib yuborgan. Bularning bahonasi shuki, jinoyat alomati yo'q deb rad qilib, qarangki, 3 yildan keyin dalillarni hammasini yo'q qilibdi. Menga hech qanaqa xat xabar bermagan. Nima ularga qonun shunchalik bir musulmi, tupurgimi yo bir axlatmi qonun? Menga tinchgina xat xabar berganida men o'sha paytda harakat qilardim. Hali ham men 3-aprel 2025-yil 5 yil muddat bo'lmasdan ularni cho'zib yurganini ko'rib tushunib, qani bir qo'ng'iroq qilib bilay dedimda, avval shikoyat qilgandan keyin qo'ng'iroq qilib bilsam, qay ko'z bilan ko'ray, surishtiryapmiz, izlayapmiz, tergov deb boshladi. Zapis qo'limda bor. YouTube'ga joylashtirib sizga yo'llaganman. Men YouTube orqali sizga chiqmasam, sizga yetib bormayapman, bora olmayapman. Sizdan javob xat ham ola olmayapman. 9-oktyabr 2016-yildan beri. Hozirgi mana holatga keladigan bo'lsak, bu holatlar shunday tus olyaptiki, mana o'z vaqtida murojaat qilganman, lekin murojaatlarimni, dalillarimni, men berayotgan ish materiallarini, o'zlari yig'itgan ish materiallarini to'liq to'ldirib bormasdan hamda yo'qqa chiqarib, dalillarni yo'q qilgan. Ular mansablarni suiiste'mol qilgan. Balki ular o'zlari uyushtirgan o'sha hujum qilgan shaxslarni biz do'stim akalam, Sanjar akalamizga nisbatan. Balki ular bilan kelishib tanish-bilishlik qilgandir, poraxo'rlik qilgandir. Lekin ular to'g'risida topdi, topmadik degan gap yo'q biron bir xat xabarda. Men nechta javob xat oldim. 10:00 shans telefoniga qo'ng'iroq qilib 3-aprel 2025-yildan beri unga qadar qilgan murojaatlarim javob xati bo'lmagan menda. Bularga shunday vaziyat, shunday tus olganki O'zbekistonda hozir ona vatanimizda qaysi boshqarmaga o'sha 2013-yil 17-19 beri murojaat qilaman, hammasi xolasi xat javob beradi, xolasi xat javob bermaydi. Endi meni tuhmat bilan ruhiy kasalga chiqarilgandan keyin ularga juda yaxshi bahona bo'libdi, ayniqsa ichki ishlar vaziriga. U hammaligi bu haqiqatni, bor haqiqatni shunday ko'z yumishga jon-jahdi bilan kirishadi bular. Borki qanchalik to'g'ri harakat qilsam ham, diktofon zapis beramanmi, ariza beramanmi, adolatsiz javob xati beramanmi, adolatsiz sud qarori, adolatsiz sud ajrimlari va adolatsiz tuhmat sud, adolatsiz ruhiy kasalga chiqarilgan hujjatlarimmi yoki bo'lmasam javob xatsiz kelayotgan arizalarimmi? Farqi yo'q ularga. Hech bir to'g'ri hal qilish yo'q. Bor haqiqatni ko'z yumadi. Iltimos aytingchi, ularni bu menga nisbatan qilgan ishlari vijdoniy ishmi, vijdonsizlikmi? Qani menga nisbatan bo'lgan hurmati? Men ularni hurmat qilib, sizlab, dalillarni izlab, ular qo'liga taqdim qilib, bor haqiqatni ko'rsatib beryapman. Ular qo'liga olgan video kamera zapslarni hammasi yo'q qilgan. Ular 12 ta video kamera zaps deyapti. Asl 12 ta bo'lgan. Mayli, 12 tani qo'yib turaylik. 9 tani qo'yib turaylik. 9 ta zaps ham bor. 2 ta video kamera zapsini olaylik. Boshlang'ich hujum kim boshlagan? Nima qilgan? Hammasi o'sha zapslar bor-ku, o'shani ko'rgan-ku ular. Yo'q, ular o'shani hammasiga dalillarni yo'q qilib yorib, endi bo'lsa hech narsa bilmagan deb yurishibdi. Yo'q, bular haqiqatni xohlashmaydi bular. Bular tanish-bilish qilish kerak, poraxo'rlik qilish kerak yoki o'zlari uyushtirish kerak. Nimadir bo'lgan, men bilmaydigan bu yerda. Bu dunyoda bilmasam ham oxiratda bilarman inshaalloh. Lekin hozir bularni to'g'ri hal qiladigan bironta bir adolatli organ xodimi yo'q. Ichki ishlar vazirligi ham, bosh prokuratura ham, prezident administratsiyasi boshlig'i ham Said Mirzayevni, Shavkatovni hamda Sog'liqni saqlash vazirligi ham. Men asosiy joylarni aytsam, bularning hammasi menga qo'ng'iroq ham qilmaydi, murojaatlarni to'g'ri hal qilishga ham kirishmaydi. Mana bu tumandagilar esa yo'q, murojaat to'g'ri hal qilish emas. Men 10:00 shans telefoniga qo'ng'iroq qilamanmi, qaysi boshqarmaga qo'ng'iroq qilay, murojaatlarimni o'sha tumanga jo'natadi. Shahardagi tumanmi, viloyatdagi tumanmi? Yo'q, tumandan chiqmay qoldim men vobshe. Mana hozir video zapisda notanish odam menga aql o'rgatib yotibdi. Gapirsam gap ko'payadi. Mana shunaqa janjallar boshlanadi-da. Hammalari uchun haqiqatlarga ko'z yummoqda. Ular uchun haqiqat kerak emas, nohaqlik kerak ularga.